Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek 6 sotuvli kottejlar, zamonaviy kottejlarimizdan. Mana bu tomondan xudo xolasa xori uzunasiga 7 ta to'sin tushgan. Ko'rib turganlaringizdek ustunlari ham to'rttali kontiner materialdan bo'lgan. Mana bu tomondan ko'rinishlari oldiga ko'chaga 370 kazirosi bilan 4 metr chiqqan shapkasi bilan. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, kontiner materialdan 100%. Nari tomoniga o'zini navesini chiqqan naves yog'ochidan naves qilib berdik. Xo'p, mana bu tomonlardan ko'rinishlari. Ko'rib turganlaringizdek kontiner mahsulotlaridan bo'lgan. Mana ko'chadan ko'rinishi. Tom qismiga qo'shilib ketadi kazirosi. Mana bu tomondan konvert holatda bo'ladi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kimda mana shunaqa obyektlar bo'ladigan bo'lsa, zamonaviy kottejmi yo misol boshqa tom qismlarini yopish kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Ma'lumot uchun ham aytib o'tamiz. 88lik 733 15 16 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana bu tomonida naves, hozir aytib o'tgan navesimiz, o'ziga ustanovka qilib berganmiz. Yog'ochdan, bu tomonida ya'ni kontiner materialdan uzuntok. Hozir mana kraska qilinayotgan holati ko'rib turganlaringizdek 4,5 ga uzunasi 11 metrlik uzumtokimiz ham xudo xolasa tayyor holatga keldi. Mana uyda egasiga topshiryapmiz. Hamma narsasini bizga ishonib topshirdi. Mana xudo xolasa hamma narsasini chiroyli holatga olib kelib berdik. Naves plus yog'ochdan qilingan naves va uzumtok. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.